Arzon narxda 3 xonali uy qarab yuribsizmi? Sizga zo'r taklifim bor. 3 xonali uyimizni 78 kvadrat metr, ulучшенный, разделный eng zo'r planirovkalardan biri hisoblanadi. Remont holatini o'zingiz uchun to'g'rilab, remont qilib, mazza qilib yashay olasiz. Narxiga keladigan bo'lsa 64200 AQSh dollarida. Xo'p, qani birgalikda uyni ko'ramiz, abi. Podyezddan kirishimiz bilan bizda kattagina prixoshkamiz mavjud. Chap tarafimizga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz bo'ladi. 3,5 ga 5,5 metr diametrimiz. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, o'ng tarafimizda bizda detskiga mo'ljallangan xonamiz. 3-chi xonamiz esa spalnimiz bo'ladi. Bu nimaga eng zo'r planirovka deyman? Chunki bu yerda to'shchina qaynona xonasi bo'ladi deb aytiladi. Bu yerga o'zingizga ortiqcha banka, kolyaska, shunaqa narsalarni joylashtirsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda hammom, bu yog'imizda esa bizda hojatxona. Sanuzellarimiz ham alohida. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Ovqat tayyorlaydigan zona, ko'pchilik bu yerda devorlarni olib tashlab, bu yerni staloviy qilib oshxonani shu balkonimizga ko'chiriladi. Mana balkonimizda lojja 2 ga 6. Xullas 3 xona 78 kvadrat 64200 ga kamdan kam chiqib turadi. Telefon raqamlari opsiyada aloqaga chiqing.